Biz Xorazm viloyati Xonqor tumani Ilg'or mahallasida joylashgan 235-kontur 10 gektarlik mahsulot asosida kartoshka ekish bo'yicha ustasi bo'lganmiz. Ikkita dehqon xo'jaligi tashkil qiladi. Xalq dehqonchilik ishlab chiqarish kooperatsiyasini ham tashkil qilganmiz. Bu yerda kartoshkalar sonini tonnasini 300 tonna rejalashtirilgan. Bu esa 1,5 milliard daromad, ya'ni 1 milliard sof foyda dedi. Bitta dehqon xo'jaligiga esa 35-40 million daromad tashkil qiladi. 23-8 million so'mlik foyda olib keladi. Bundan tashqari kartoshkani yig'ishtirib bo'lgandan keyin ham qayta yana loviya mosh ekish rejalashtirilgan. Bu esa yana xalqning daromadini oshirishga